Amerika istihbarat organlari Rossiyaning Ukraina chegarasiga tajovuz qilishi uchun zarur bo'lgan askarlarning 70%ni o'rinlashtirganligini e'lon qildi. Amerika axborot organlarining bayonotiga qaraganda, Rossiya 110 ming askarni Ukraina chegarasiga avatgan. Amerika amaldorlarining eskartishicha, agar Rossiya Ukraina chegarasiga askar o'rinlashtirish mushu surat bilan davomlashsa, 2 oyning o'ttirlarigacha 150 ming Rossiya askari tajovuz qilishga tayyorlik qila oladi ekan. Argentina 2013-yili Xitoy raisi Xi Jinping tarafidan asrning turi deb e'lon qilingan zamonaviy Ipak yo'li turiga qatnashishni qaror qildi. Beijing qishloq olimpik tanharakat musobaqasining ochilish murosimiga qatnashgan Argentina prezidenti Alberto Fernandez yakshanba kuni Xi Jinping bilan ko'rishganda davlatining bu turiga qatnashadiganligi to'g'risida kelishim imzoladi. Afrika İttifaqının siyasi ishlar, tinchlik va bexatarlik komissari Bankole Adoye Efiopiyaning poytaxti Addis Abebada o'tkazilgan Afrika İttifaqi boshliqlar yig'ini doirasida axborotga bayonot berdi. Adoye chet ellik jangchilarning Afrikada umumlashganligini tilga ilib mundaq dedi. Pulliq chet ellik jangchilar Afrikadan ayrilishi kerak. İsrail Baş Ministri Naftali Bennett haftalık kabinet yig'inida qilgan so'zida davlat bexatarlik kun tartibi va Avstraliyaning poytaxti Viyanada o'tkazilgan Eron yadro suhbati to'g'risida to'xtaldi. Eronni o'z davlatiga eng chong tahdid deb tasvirlagan İsrail Baş Ministri Eron bilan tuzilgan kelishimning yadro planiga taqobil turish iqtidoriga ziyon soladiganligini o'tirg'a qo'ydi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın dokulatı qaraganda, Şimali Koreya xalqaro jazoga qaramay yadro va ballistik boshqarilgan bomba programmasini davomli taraqqiy qildiradi ekan. Birleşken Devletler Teşkilatı mutaxassislari dokulatida Pyongyangning o'tgan bir oyda qisqa va o'rta musofirlik boshqarilgan bombani davomli sinov qilganligini va ularning sonining ko'paytirilganligini o'tirib qo'ydi. Yevropaning tabiiy gaz omborlarining to'shish nisbati o'tgan yili 1-oyning oxirigacha 52% bo'lgan bo'lib, bu yilning o'xshash mezgilida 37,5% ga tuvanlagan. Mutaxassislar Rossiya bilan Ukraina o'tirsidagi jiddiylik sababidan tabiiy gaz bilan ta'minlashda qiyinchilik bo'lishi mumkinligini o'tirib qo'ydi. Shvetsiya Uyg'ur Ma'arif jamiyatining a'zolari Xitoyning Stokgolmdagi bosh elchixonasi oldida yig'ilib, G'ulji qirg'inchiligining 25 yilligini xotirlash namoyishi o'tkazdi. G'ulji qirg'inchiligida qazo qilganlarning surati tushirilgan lozunkalarni ko'targan namoyishchilar 2022 yillik Beijing qishloq olimpik tanharakat musobaqasini boykot qilishni talab qildi.